Assalomu alaykum hammaga. Bugun onajonimda fermenli ovqatlaridan bo'lgan domashniy dimlama qilamiz. Bizga kerak bo'ladigan masalliqlar: birinchi bo'lib bulg'or qalampiri hamda ispovskiy pomidor, 1 головка chesnok, zelenlarimizdan petrushka, zelen va ko'k piyoz, kartoshka, oddiy piyoz, sabzi, qizil sabzi 2 dona. Ovqatimizning asosiy masalliqlaridan bo'lgan domashniy xo'rozimiz 2 kilodan 3 kilogacha bo'lsa yaxshi bo'lardi. Biz tanlagan xo'rozimiz 3 kilo chiqdi. Va albatta kapusta. Hammasini video davomida qo'yib boraman. Kuzatasizlar. Birinchi bo'lib qozonimizga mana yog' quyib oldik, 1,5 cho'mich. Go'shtimizni chiroyli qilib terib chiqamiz. Mana qozonimizga go'shtimizni taxlab oldik. Endi pripravlarimizni, universal pripravlarimizni ozgina ustiga sepib olamiz. Pripravlarimizni sepib oldik. Endigina navbat piyozga. Ustidan chiroyli qilib piyoz taxlaymiz. Piyozimizni taxlab oldik mana. Keyingi navbat kartoshkaga. Mana ovqatimizga kartoshka bilan qizil sabzilarni taxlab oldik. Ovqatimizga mana qizil bulg'or qalampiri bilan pomidorlarni soldik. Endi ketidan chesnok bilan zelenni solsak bo'ladi. Chesnok bilan zelenlarimizni ham soldik. Endi kapustani taxlaymiz. Mana kapustalarimizni ham taxlab oldik. Endi ovqatimizga kosada 1 kosa yoki 1,5 kosa suv qo'yib, o'rtacha olovdan sal pastroq qilib 2 soat, 2,5 soatga dimlab qo'ysak ham bo'ladi. Ovqat pishguncha qizim kartoshkadan pirashki, tvorожник tort va qaymoqli roganika qilib qo'yibdi. Молодец, respekt. Ovqatimiz pishishi 5 daqiqa qoldi. Mana ovqatimiz ham tayyor bo'ldi. Juda ham chiroyli chiqibdi. Ta'miga vashi gap yo'q. Endi sekin mazasini ko'ramiz. Kelinglar. Hammaga yoqimli ishtaha.